Siz kechqurun uyquda vazn yo'qotishni istaysizmi? Demak, sizga xuddi mana shu retsept to'g'ri keladi. 1,5 hovuch yashil fasolni olamiz. 3-4 bosh brokolini mayda bo'laklarga bo'lamiz va tabga ko'ra slivochniy, olivkoviy yoki kokosli maslo solib qovurishga qo'yamiz. Qovurganda ham ezib qovurmaysiz. Shunchaki issiqlik taftini berasiz. Masalliqlaringiz dirkillab, aldante holatda bo'lishi kerak. Tovuqga marinad tayyorlash uchun grecheskiy yogurtga tuz, murch va garchitsa solib aralashtiramiz. Marinadni yaxshilab savolangan tovuqchamizga massaj qilib surtib, keyin aerogrilga 20-30 daqiqaga solyariga yuboramiz. Aerogrilda toblangan tovuqchamiz bilan garnirimiz ham yarim soatda tayyor bo'ladi. Endi buni bodringli salat va yashil vitaminlarga boy smuzimiz bilan dasturxonga tortamiz. Yoqimli ish